Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. Avitena jamoat a'zolari tomonidan tayyorlangan intensiv patologiya kursimizning navbatdagi soni bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz hujayra adaptatsiyasi haqida bo'ladi. Demak, qiziq mavzularimizdan biri bu ham. Sizlar bilan shu kungacha ko'rdik. Patologiya darslaridan patologiyaga kirish, umumiy nozologiya, umumiy etiologiya, umumiy patogenez hamda sanagenez. Endi o'rtoqlar sal jiddiylashamiz. Sabab adaptatsiya haqida gaplashamiz. Ya'ni bizda hujayra bor. Bu hujayramiz o'zi adaptatsiya nima? Mana shu yerda gaplashib o'tamiz. Hujayra turibdi. Unda gomeostaz normal holatda, normal funksiya bajaryapti. Oddiy holatda. Endi biz hujayraga qanaqadir yuklama beradigan bo'lsak, ya'ni yuklamani kuchini kamaytirishimiz mumkin yoki yuklamani oshirishimiz mumkin. Masalan, bitta yuklama organizmga yurish yoki yurishni yuklamasini oshirish uchun biz yugurishimiz kerak. Yoki yurishni aynan yuklamasini kamaytirish uchun yurishni kamaytirib ko'p vaqt o'tirishimiz kerak. Aynan mana shu yuklamani o'zgarishiga qarab bizda hujayra shu gomeostazi buziladida adaptatsiyaga o'tib ketadi. Demak, o'rtoqlar, normal hujayraga biz yuklama beramiz. Bu yuklamaga hujayrani javobi, ya'ni javob reaksiyasi. Masalan, yuklamani oshiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Yuklamani oshirdik. Ma'lum bir hujayralarga yuklama ko'paydimi? U yuklamalar endi nima qiladi? Yuklamani yengish uchun hujayralar sonini oshirishi mumkin yoki o'zini tuzilishini, shaklini kattalashtirishi mumkin. Masalan, biz muskullarimizni kattaytirmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Birinchi navbatda shu jismoniy mehnat bilan shug'ullanib, yuklamani oshiramiz. Endi hujayra gomeostaz bizda gomeostazini normal holat saqlanyapti. Yuklamani berdik. Endi yuklama patologik yoki fiziologik bo'lishi mumkin. Normal holatda fiziologik yuklamalarga shu aytib o'tdik. Hozir quyida ham ko'rib chiqamiz. Yugurish yoki qanaqadir jarayonlarda, masalan, muskulga har kuni shu yuklama bersa, muskul kattalashadi, gipertrofiyaga uchraydi. Endi patologik holatlarda qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, o'rtoqlar, hujayraga yuklama berdik. Yuklamaga javoban u adaptatsiya bo'ldi, ya'ni yuklamaga moslashdi. Yuklamani ta'sir kuchiga qarab. Adaptatsiya bizda necha xil bo'ladi desak, gipertrofiya, giperplaziya, atrofiya, metoplaziya, displaziya, aplaziya hamda gipoplaziya bo'ladi. Endi o'rtoqlar, bizda bitta narsa bor. Adaptatsiya bo'ldi. Hujayraga yuklama berildi. U yuklama ta'sir kuchiga qarab adaptatsiya bo'ldi. Endi yuklamamiz hujayrani himoya adaptatsiyasidan ustun kelsa nima bo'ladi? Adaptatsiya bo'lmaydi-da. Yuklama ko'p ustun adaptatsiyadan hujayra shikastlanishiga o'tib ketadi. Endi hujayra shikastlanishi qaytar hamda qaytmas bo'ladi. Hujayra shikastlanganda himoya kompensator mexanizmlari ishga tushadi-da. U himoya kompensator mexanizmlari shikastlanishni yengsa qaytar bo'ladi. Hujayra normal funksiya holatiga qaytishi mumkin. Endi qaytmas bo'lsa-chi, hujayra o'limi kuzatiladi, ya'ni nekroz yoki apoptoz. Bular haqida batafsil gaplashamiz. Faqat mavzuni bir-biriga bog'lash maqsadida sizlarga aytib o'tdim. Bu yerda hammasini bog'lab bir-biriga. Demak, o'rtoqlar, boshladik. Bugun sizlar bilan uchalasini ko'rib chiqamiz. Yuqorida turgan 3 tani. Keyingi darsda quyidagi 4 tani ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Hujayra adaptatsiyasi. Adaptatsiya hujayra muhitidagi yuklamaga javoban hujayraning soni, o'lchami, fenotipi, metabolik aktivligi yoki funksiyasining o'zgarishi hisoblanar ekan. Demak, adaptatsiya. Yuklama turiga qarab bu adaptatsiyalarni ikki xilga ajratish mumkin.
fiziologik hamda patologik. Demak, o'rtoqlar, ikki xil bo'lar ekan, adaptatsiya ham fiziologik hamda patologik. Birinchi turi biz gipertrofiya haqida gaplashamiz. Gipertrofiya nima? Katta o'rtoqlar. Yuklamani kuchaytirdik, o'rtoqlar. Organ o'lchami ham kuchayadi. Yuqorida aytib o'tdim, yuklama ko'paydi. Shu yuklamani kamaytirishga, ya'ni yuklama ortdimi, bizda ikki xil yechim bor. Organni o'lchamini kattalashtirishimiz kerak. Organni o'lchamini kattalashtirishni yo'li esa ikki xil. Hozir aytib o'tdim. Hujayralar o'lchamini kattalashtirish yoki ularni sonini ko'paytirish. Demak, gipertrofiya nima deydigan bo'lsak, yuklama berildi organizmga, yuklamani ko'paydimi yuklama organ o'lchamini oshiradi, ya'ni organ o'lchami kattayishi. Masalan, normada turgan hujayraning normadagi hujayradan nisbatan 2-3 barobar kattaroq hujayraga aylanib qolishi. Demak, organ o'lchami ortadi. Endi organ o'lchamini orttiryapti. Gipertrofiyada qaysi yo'l bilan orttiradi, o'rtoqlar? Shuni ko'rib chiqamiz. Organ o'lchami gipertrofiyada hujayra o'lchamining ortishi bilan kechadi. Organ o'lchamini aytdim, ikki xil yo'l bilan oshirish mumkin. Hujayralar sonini ko'paytirgan holda organ o'lchamini kattalashtirishimiz mumkin yoki hujayrani o'lchamini kattalashtirib, to'qimani kattalashtiramiz. To'qimi kattaygandan keyin organ ham o'z-o'zidan kattalashadi. Demak, gipertrofiya nima ekan? Gipertrofiya organning o'lchamini kattalashuvi. Masalan, chap qorincha mitral klapan yetishmasa, nima bo'ladi? Bizda chap qorincha gipertrofiyasi yuzaga keladi. Ya'ni chap qorinchaga yuklama yana ortadi. U ko'proq ish bajarish kerak. Natijada nima bo'ladi? Chap qorincha muskullari kattalashib ketadi, gipertrofiyaga uchraydi. Demak, shunaqa. Endi davom etamiz. Mana bu yerdan parenximal hujayra hajmi ko'tariladi, to'qima yoki organ hajmi ortadi, gipertrofiya kuzatiladi. Parenximal hujayralarning hajmi kattalashyapti. Tasavvur qiling, kichkina hujayra turganda, endi ular kattalashdi. Endi o'z-o'zidan organ ham kattalashadi. Shunaqa tushunsak bo'ladi. Hujayra soni esa o'zgarmaydi, aytib o'tdim o'rtoqlar. Mana bu yerda misol tariqasida organ o'lchamini kattalashuviga olib keladigan ikki xil jarayon bor dedim. Shuni tushuntirib o'tib ketdim. Gipertrofiyada faqat hujayra o'lchami kattalashadi. Hujayra o'lchami kattalashganligi sababli organ o'lchami ham kattalashyapti. Hop. Gipertrofiya odatda giperplaziya, ya'ni hujayra sonining ortishi bilan birga keladi, o'rtoqlar. Ko'ryapsiz? Masalan, homiladorlikda bachadon. Bilamiz, homilador bo'lganda bachadon kattalashadi. U yerda hujayralar ham gipertrofiyaga, ham giperplaziyaga uchraydi. Giperplaziya nima ekan? Hujayralar sonining ortishi. Hujayralar soni ortsa ham organ o'lchami kattalashadi. Organ o'lchami ortadi. Demak, o'rtoqlar, giperplaziya haqida quyida gaplashamiz. Hozir gipertrofiyani davom ettiramiz. Bo'linmaydigan hujayralarda faqat gipertrofiya kuzatiladi, o'rtoqlar. Bilamiz, bo'linmaydigan organ hujayralari nimalar ekanligini. Gipertoniya, kardiomiotsit gipertrofiyasi, ya'ni kardiomiyotsitlarimiz ko'paymaydi, o'rtoqlar. Bilamiz, undan tashqari nerv hujayralari ham ko'paymaydi. Ularga yuklama qanaqadir ta'sir berilsa, gipertrofiyaga uchrashi mumkin ekan demak. Xo'p, mana bu yerda mexanizmi haqida gaplashamiz. Ko'ryapsiz, mana normal funksiya yuklama berilmaganda odatiy fiziologik jarayonlar bajarib yurganimizda bizni hujayramiz, tasavvur qiling, mana shu shaklda, mana o'rtasida yadrolarni chizib olaylik. Mana ko'ryapsiz, shunday shaklda turgan edi normada. Endi qanaqadir tashqi ta'sir, masalan patologik bo'lishi mumkin, mitral klapan yetishmovchiligi yuzaga kelsa, chap qorinchada shu gipertrofiyaga uchrayapti. Uning uchun hujayralari gipertrofiyaga uchraydi birinchi navbatda, ya'ni kattalashadi. Ular normada
80 millilitr qonni yo 70 millilitr qonni haydab berish kerak edi. Endi mitral klapan yetishmayapti-da, mitral klapan yaxshi yopilmayapti. Natijada chap qorincha qisqarganda aortaga, ya'ni aorta qon tomiriga 50 millilitr qon chiqyapti, oldin 80 chiqardi, 30 millilitr qon qaytib chap bo'lmachaga o'tib ketyapti. Natijada o'zi normada 80 chiqish kerak edi. Organizmda gipoksiya, oziq moddalar yetishmovchiligi kuzatiladi-da, nerv tizimi qo'zg'alib, bizga ko'proq qon ber degan, qon yetishmayapti degan axborotni beradi. Natijada yurak ko'proq zo'riqib ishlaydi. Natijada mana shu yerda yurak muskul hujayralari gipertrofiyaga uchraydi. Boyagi 30 millilitrni kompensatsiya qilish uchun. O'rtoqlar, natijada ko'ryapsiz, mana shu holat kuzatiladi. Ancha katta, 2-3 barobar kattalashadi. Bu yerda nima bo'ladi? Gen aktivlanadi, oqsil sintezi ortadi, organga yuklama berish ham ortadi, o'rtoqlar. Bizda xuddi shunday jarayon kuzatiladi ekan demak. Natijada gen aktivlangandan keyin u yerdagi oqsillar sintezini ortishi ham kuzatiladi. Yuklama berilgandan keyin hujayramiz avtomatik ravishda kattalashib ketyapti, ko'ryapsiz. Endi shu aytdik, adaptatsiyani fiziologik hamda patologikka bo'ldik. Endi bu gipertrofiya ham adaptatsiyani bir turi hisoblanadi. Shuning uchun buni ham fiziologik hamda patologikka bo'lamiz. Fiziologik gipertrofiya. Homiladorlikdagi bachadon gipertrofiyasi. Bilamiz, homiladorlikda shu bizda homila kattaygan sari bachadon kattalashib boraveradi, o'rtoqlar. Ko'ryapsiz, bachadon gipertrofiya bo'lyapti. U fiziologik holatda, qanaqadir patologiya emas, u fiziologiya. Endi skelet muskul gipertrofiyasi. Masalan, fiziologik oddiy holatda bu shu sportchilarimiz doimiy sport bilan shug'ullanib, o'zlariga yuklama berib kelishadi. Yuklama berilganda skelet muskullari gipertrofiyaga uchraydi. Bu ham fiziologik hisoblanadi, hech qanaqa patologik emas. Ko'ryapsiz, sportchilardagi muskullarni misol qilib keltirish mumkin. Endi patologik gipertrofiyalar haqida gaplashamiz. Demak, kardial muskullar gipertrofiyasi. Yuqorida aytib o'tdim. Kardial muskul, ya'ni yurak muskullari gipertrofiyasi qanday bo'ladi? Mitoxondriya, endoplazmatik retikulum, miofibrillalar soni, miqdori ortib ketadi. Chunki nima bo'lyapti? Unga ko'proq energiya kerak, ko'p qisqaryapti, ko'p energiya, ko'p mahsulotlar kerak, ko'proq oqsillar kerak. Oqsil sintezini oshiradi, mitoxondriya oshyapti. Mitoxondriyani ortish natijasida o'z-o'zidan energiya ham, aktiv hosil bo'lishi ham ortadi. Shu kattaygan gipertrofiyaga uchragan muskulga energiyani yetkazib berish maqsadida. Muskul tolasi va miofibrillasi yiriklashgan bo'ladi, o'rtoqlar. Gipertrofiya, chap qorincha gipertrofiyasi. Masalan, gipertoniyada chap qorincha gipertrofiyasi kuzatiladi. Ko'ryapsiz, o'rtoqlar. Bu kardial muskullar gipertrofiyasi edi. Endi kompensator gipertrofiya. Bitta buyrak olib tashlanganda, ya'ni bizda juft a'zo buyragimiz kompensator gipertrofiya deyilishiga ham o'zi tushundingiz. Bitta buyrak olib tashlanganda, masalan, ikkita narsa turibdi, bittasini olib tashlangandan keyin ikkinchisi o'z-o'zidan ko'proq ishlaydi. Chunki oldin ikkita edi, avval ikkita edi, bittasi olib tashlandi. Endi ikkisini funksiyasini bajaraman deb u ko'proq ish bajaradi. Ya'ni sherigini ishini ham bo'yniga olib kompensatsiya qiladi. Uni shu yo'qligini bildirmaslik uchun. Masalan, bitta buyrak olib tashlansa, ya'ni nefrektomiyada
ikkinchi buyrak gipertrofiyasi kuzatiladi. Plus u yerda giperplaziya ham bor o'rtoqlar. Buni giperplaziyani gaplashayotganda ham ko'ramiz, aynan mana shu misolni berganman. Demak o'rtoqlar, gipertrofiya tushunarli bo'ldi. Endi giperplaziya haqida gaplashamiz. Giperplaziya o'zi mazmunini tushundingiz. Organizmga yuklama berildi, organ o'lchami ortdi, ikki xil uslubda ortar ekan. Hujayra o'lchamining ortishi ham organ o'lchamini ortishiga sabab bo'lar ekan, hujayralar sonining ortishi ham organ o'lchamini ortishiga sabab bo'lar ekan. Endi giperplaziya nima? Organ o'lchamining kattalashuvi. Giperplaziya ham. Bunda qanday kattalashadi organ o'lchami? Hujayralar sonining ortishiga binoan. Mana shunga binoan giperplaziya bo'ladi. Endi hujayra o'lchamining ortishi bu gipertrofiyada edi. O'lcham ortardi, organ o'lchami ham ortardi. Giperplaziya ham fiziologik, patologik bo'ladi. Quyida ko'rib chiqamiz qanday bo'lishini. Xo'p, davom etamiz. Parenximal hujayralar soni ortadi, organ yoki to'qima kattalashuvi kuzatiladi. Natijada giperplaziya vujudga keladi ekan demak. Ko'pincha gipertrofiya bilan birga kuzatiladi, ya'ni giperplaziya gipertrofiya bilan birga keladi. Yuqorida aytdim, gipertrofiyaga ta'rif beryapganda ko'pincha giperplaziya bilan birga keladi dedim. Demak o'rtoqlar, ikkalasi birga kelib organ o'lchamini kattalashtirishi ham mumkin. Hozirgina aytib o'tdim, buyrakni bittasi olib tashlanganda deb. Doimiy bo'linmaydigan hujayralar, ya'ni neyron, kardial va skelet muskulida deyarli kuzatilmaydi. Bularda faqat gipertrofiya kuzatiladi. Giperplaziya bularda kuzatilmaydi. Yuqorida aytib o'tdim. Demak, davom etamiz. Hop. Regenerativ xususiyatiga ko'ra bular, ya'ni kelib chiqishiga, bo'linishiga qarab 3 xil bo'ladi. Labil hujayralar, stabil, ya'ni turg'un hujayralar hamda permanent hujayralar. Labil hujayra o'zak hujayra hisoblanadi. Stabil hujayra turg'un hujayra. Endi permanent hujayra neyron, yurak, skelet muskullari bular bo'linmaydi. Turg'un hujayralar stabil bo'ladi. Ular stabil bir xil miqdorda bo'linib turadi. Mana bu o'zak hujayralar doimiy bo'linib turish xususiyatiga ega bo'ladi. O'zak hujayralar, aynan o'zak hujayra u birorta bir organ to'qima rivojlanishini boshlab beruvchi hujayra, shuning uchun o'zak deyilgan. Xo'p o'rtoqlar, tushunarli bo'ldi. Buni ham mexanizmini ko'rib chiqamiz. Mexanizmi: o'zak hujayra, yangi hujayra. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Avvalgi hujayra turibdi. Endi u bo'linyapti-da. Ko'ryapsiz, mana bu yerda ko'payib ketyapti. Aynan mana shu giperplaziyaga misol bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi giperplaziya ham. Endi buni ham aytdik, yuqorida patologik hamda fiziologik bo'ladi deb. Ko'rib chiqamiz. Birinchi fiziologik giperplaziyadan boshladik. Gormonal giperplaziya. Masalan, balog'at, homiladorlik va laktatsiyada ko'krak bezlari giperplaziyasi. O'rtoqlar, juda ham yaxshi bilasiz, fiziologiya kurslarimizdan mana shu ko'krak bezlari rivojlanishida laktatrop gormoni juda ham muhim ahamiyatga ega. Aynan u shu gormonal giperplaziyaga misol bo'ladi, chunki aynan balog'at yoshiga yetganda mana shu ko'krak bezlari kattalashuvi kuzatiladi. Ko'ryapsiz? Homiladorlikda bachadon giperplaziyasi, gipertrofiyaga ham, giperplaziyaga ham kirib ketadi bu. Yosh o'tishi bilan prostata giperplaziyasi, ya'ni yosh o'tgan sari prostatani shu giperplaziyasini ham biz kiritib yuborsak bo'ladi. Prostata kattalashuvini bu ham fiziologik bo'lar ekan. Demak, yosh o'tishi bilan barchada kuzatilar ekan. Demak, bu patologik emas. Kompensator giperplaziya. Yuqorida ham gaplashdik. Organning jufti yoki ma'lum qismi olib tashlanganda, masalan, bitta buyrak nefrektomiyasi, ya'ni olib tashlanishi.
Ikkinchi buyrakda nefronlar giperplaziyasi kuzatiladi. Masalan, jigarimizni ma'lum bir qismini kesib tashlasak, jigar juda ham kuchli regeneratsiya xususiyatiga ega bo'ladi, o'zini o'zi qayta tiklash. Endi tasavvur qiling, bitta gepatitsitda millionga yaqin jigar bo'lakchasi bor. Gepatitsit emas, jigar bo'lakchasi deb tasavvur qiling. Jigar bo'lakchasi ma'lum bir 3dan 1 qismi kesib tashlanganda, unda 600 mingta jigar bo'lakchasi qoldi. Misol tariqasida aytyapman. 400 mingtasi kesib olib tashlandi. Endi boyagi 1 millionta jigar bo'lakchasi funksiya bajarsa, unga osonroq bo'larmidi yoki hozir olib tashlangandagi 600 mingtami? O'rtoqlar, o'zingiz tushundingiz. Olib tashlanganda ham qolganlari ko'proq harakat qiladi, ko'proq bo'linishga harakat qiladi, giperplaziyaga uchraydi. Natijada shu normal funksiya bajarishga harakat qiladi. Parsial gepatoektamiya, ya'ni jigar giperplaziyasida kuzatiladi aynan mana shu jarayon. Mana bu yerda ham bor yozib aytib o'tib ketgan ekanman. Xo'p, patologik giperplaziya. Haddan ortiq gormon yoki o'sish faktorlari patologik giperplaziyaga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, bizda ko'pchilik gormon terapiya qiladi semirish uchun yoki qanaqadir shu ta'sirlar uchun gormon terapiya qilib ko'rishadi. Ayniqsa sportsmenlarda, kulturistlarda kuzatiladi bu. Bu yaxshi odat emas. Haddan ortiq hamma narsani me'yori yaxshi o'rtoqlar. Haddan oshib ketdimi, ko'payib ketdimi, bu patologikka o'tib ketadi. Masalan, yara bitishida fibroblast va endotelial hujayralar sonining ortishi, granulyatsion to'qima shakllanishi bunga misol bo'lishi mumkin. Undan tashqari, odam papilloma virusi, epidermis giperplaziyasi kuzatiladi. Teri so'ganlari bunga misol bo'lishi mumkin. Bizda o'rtoqlar, odam papilloma virusida organizmga ta'sir qilganda epidermis hujayralarimiz giperplaziyaga uchrab qoladi. Ya'ni ular soni ortib ketadi. Soni ortgandan keyin bizda endi qolganlarida bilmadim, teri so'ganlari normada bitta yoki ikkita bo'lishi mumkin odamda. Lekin bunda odam papilloma virusi bilan kasallangan bemorda teri so'ganlari juda ham ko'payib ketadi. Bu ham patologik giperplaziyaga misol bo'lishi mumkin ekan demak. O'rtoqlar, giperplaziya tushunarli bo'ldi gipertrofiya bilan birgalikda. Endi 3-bugungi mavzuda ko'rib chiqadiganimiz atrofiya. Juda ham ko'p eshitgansiz. Organ atrofiyaga uchrabdi, unday bo'pti, bunday bo'pti. Bugun shunga batafsil tushunib mag'ziga yetib olasiz. Nima? Yuklama. Yuklama kamaydi, organ o'lchami kamaydi, hujayra o'lchamini. Organ o'lchamini kamayishiga nima sabab bo'ldi? Hujayra o'lchamining kamayishi yoki hujayra sonining kamayishi. Demak, o'rtoqlar, yuqorida ko'rgan ikkita gipertrofiya hamda giperplaziyani teskarisi. Ularda xuddi shuni teskarisi bo'lyapti ikkalasida. Endi bunda u ikkalasini teskarisi. Yuklamani kamaytiramiz, organ o'lchami kamayadi, organ o'lchami kamayishiga hujayra o'lchamining kamayishi yoki hujayra sonining kamayishi sabab bo'ladi. Organ yoki uning qismlaridagi parenximal hujayralarning soni va o'lchami qisqarishi, atrofiya deyilar ekan. Mitoxondriya, miofilament, endoplazmatik retikulum kamayadi. Ikki xil bo'ladi: fiziologik, patologik. Xo'p. O'rtoqlar, sabablari nima bo'lishi mumkin? Sabablari: gormon stimul kamayadi, innervatsiya buziladi, qon oqimining kamayishi, oziq moddalarning kamayishi, foydalanmaslik hamda bosim. Gormon stimul kamaysa, masalan, qaysidir gormon yetishmasa, somatotrop o'sish gormoni yetishmay qolsa,
nanizm, ya'ni atrofiya, gavda kichrayishib ketyapti. Butun organizm kichrayishib ketyapti o'rtoqlar, gormon stimul kamayishi natijasida. Innervatsiya buzilsa ham atrofiya kelib chiqishi mumkin. Qon oqimi kamayishi, albatta, qon oqimi kamaysa, o'z-o'zidan kislorod, oziq modda yetib borishi kamayadi. Natijada organ atrofiyaga uchraydi. Oziq moddalarning kamayishi ma'lum, foydalanmaslik. Buni ham juda yaxshi bilasiz, foydalanmaslik. Masalan, qo'lni gips yoki oyoqni gips qildirganimizda bilamiz, sinib netganda undan umuman foydalanmaymiz. Ancha tursa, bir oy yoki 1,5 oy turgan bo'lsa, gips olib tashlangandan keyin solishtirsalaringiz, albatta gipslangan qo'l kichkina bo'lib qolgan bo'ladi. Bu ham foydalanmaslik atrofiyasi hisoblanadi o'rtoqlar. Bosimdan tashqari, bosim berilganda yonidagi hujayralarni qisib shu siqib qo'yadi. Natijada organning shu atrofiyasiga sabab bo'lishi ham mumkin ekan demak bu. Endi o'rtoqlar, davom etamiz. Bizda mana bu yerda mexanizmini tushuntirishga harakat qilganman. Ko'ryapsiz, bizda mana bu yadrolarini chizib olsak, mana bu bitta hujayra normal funksiya bajaryapti. Masalan, qaysi biri? Gormon stimul, yuqoridagi barcha sabablar bo'ldi-da. Natijada bunga o'z-o'zidan oziq moddalar yaxshi kelmayapti, foydalanilmayapti. Bosim, tashqi tarafdan bosimlar berilishi natijasida bu endi kichrayib, bemalol shu joyda yashashga harakat qiladi. Masalan, bosim ortgandan keyin o'z-o'zidan kichraysa, joy kengayadi. Natijada atrofiya bo'lib, o'zini mana shu yuklamaga yoki yuklamaning tushib ketishiga yoki ortib ketishiga o'zini moslashtiradi hujayramiz. Demak o'rtoqlar, atrofiya kelib chiqish mexanizmi misollari tushunarli bo'ldi. Endi bu ham fiziologik hamda patologik bo'ladi. Fiziologik atrofiya bu nima? Misollarni aytib o'taman bu yerda. Yosh o'tishi bilan limfoid to'qima atrofiyasi. Ya'ni yosh o'tgan sari limfoid to'qimamiz atrofiyaga uchrab ketadi. Undan tashqari kattalarda timus atrofiyasi bilamiz. Timus ichki sekretsiya bezlari ichida eng yirigi deb maktab darsliklarida rosa o'qiganmiz. Yoshlikda faqat, endi yosh o'tgan sari u kichrayib borar edi. Shunaqa bitta o'qituvchimiz bo'lardi, shunaqa savolni ko'p berardi. 40 ga 50 ga kirgan odamdagi eng katta ichki sekretsiya bezi deb savol berardi. Timus deb xato qilib qo'yardik, chunki timus yosh o'tgan sari kichrayib boradi, ya'ni atrofiyaga uchraydi. Bu ham fiziologik atrofiya. Xo'p, undan tashqari bizda menopauzadan keyin tuxumnon atrofiyasi, ya'ni hayz ko'rish jarayonidan keyin tuxumnon atrofiyasi yuzaga kelishi mumkin bu yerda. Undan tashqari yosh o'tishi bilan bosh miya atrofiyasi ham bunga misol bo'lishi mumkin. Bu ham fiziologik atrofiyaga kirib ketadi. Ya'ni bizda yosh o'tishi bilan suyakda trabekulalar kamayishi tufayli osteoporoz yuzaga keladi. O'rtoqlar, bu ham fiziologik atrofiya hisoblanadi ekan demak. Mana bu trabekula nima deydigan bo'lsak, o'smalar, suyaklarda hosil bo'lib qoladigan o'smalar. Bu ham yaxshi kasallik emas. Osteoporoz rivojlanadi dedik, ya'ni suyaklarning mo'rtlashishi, sinishi juda ham og'ir xastalik bu ham. Endi davom etamiz. Patologik atrofiya. Xo'p, ochlik atrofiyasi. Uglevod, yog' zaxirasi kamayadi. Plus unga protein katabolizmi qo'shiladi. Masalan, onkologik kasalliklardagi kaheksiya. Bilamiz, protein, ya'ni oqsillar shu metabolizmga uchrab ketsa, organizmda patologik jarayonlar rivojlanadi. Masalan, oqsil parchalansa, energiya manbasi sifatida onkologik kasallik, ya'ni kaheksiya rivojlanadi. Kaheksiya yaxshi kasallik emas. Rasmini berib ketaman deb bermanman.
juda yaxshi bilsalaringiz kerak, Google'ga kirib kaheksiya deb yozsalaringiz chiqarib beradi. Bemor holatini ko'rasiz. Birinchi bilamiz, bizga biokimyo fiziologiya kurslarimizdan ma'lum, organizmga birinchi parchalanib energiya beradigan mahsulot bu uglevodlar. Uglevodlar tugasa, keyin yog'ga o'tadi. Yog' tugagandan keyin endi protein, ya'ni oqsil katabolizmi uchrab ketadi. Natijada kasallik kelib chiqyapti, kaheksiya. Natijada nima? Ozish, umumiy quvvatsizlik, anemiya kelib chiqadi. Bu ochlik atrofiyasi, ya'ni kaheksiyani misol qilib keltiryapmiz. Ishemik atrofiya bu ham hammalaringizga juda tushunarli hamda ma'lum atrofiyalardan biri. Masalan, ateroskleroz. Shu qon tomir ta'minlaydigan organ atrofiyasi. Masalan, yurakda ateroskleroz bo'lsa, kanalar qon tomirlarida u yerga qon oqimi yaxshi bormaydida, qon oqimi pasayib ketsa ham atrofiya kelib chiqadi dedik. Qon oqimi pasayib ketdi, qon oqimi bormayapti, qon kamaydi. Natijada kislorod, oziq modda kamaydi, organ atrofiyaga uchrayapti. Nimaga atrofiyaga uchrab ketadi? Yirik hujayra turgan edi, unga normada qon, kislorod kelib oziq moddalar bilan ta'minlayotgan edi. Uni gavdasi katta, normada turibdi, unga energiya me'yorda kelyaptimi, o'zini o'zi ta'minlaydi. Endi tasavvur qiling, shunga keladigan qon tomir aterosklerozga uchradida, ma'lum bir qismi yopilib qoldi qon tomirni. Natijada oldingiga nisbatan 2 baravar kamaygan qon boryapti. Natijada hujayra endi o'zini hayotini saqlab qolish uchun, ya'ni yuklamaga javoban atrofiyaga uchraydi, ya'ni o'zini hajmini kichraytiradi. Bilamiz, jussasi katta insondan ko'ra jussasi, ya'ni gavdasi kichikroq inson kamroq ovqat yeb, shu oziq moddani tejab o'zini shu normal hayotini saqlab qolishi mumkin. O'rtoqlar, shuni misol qilib keltirsak bo'ladi. Masalan, undan tashqari buyrakni olishimiz mumkin. Buyrakni oladigan bo'lsak, buyrakka keladigan buyrak arteriyasida ateroskleroz yuzaga keladigan bo'lsa, buyrak atrofiyaga uchrab ketadi, kichrayib ketadi o'rtoqlar. Masalan, renal qon tomir aterosklerozi, kichraygan atrofik buyrak mana bu yerda ko'ryapsiz. Bu ham misol bo'ladi. Undan tashqari foydalanmaslik atrofiyasi. Foydalanmasa funksional aktivlik tushib ketadi, organ atrofiyasi kuzatiladi. Masalan, gips bilan qo'l immobilizatsiya qilinganda qo'l muskullari atrofiyasi. Masalan, yuqorida ham aytib o'tdim, gipsladik, 1-1,5 oy foydalanmadik. Gipsni olib tashlangandan keyin ikkita qo'lni solishtirsangiz kichrayib ketgan bo'ladi. Hujayralar atrofiyaga uchragan. Bu ham patologik bo'ladi, foydalanmaslik atrofiyasi. Endi davom etamiz endokrin atrofiyasiga. Xo'p, endokrin regulyator mexanizm pastlashi, to'qimaning metabolik faolligi ham pastlaydi. Shu to'qima yoki organ faoliyati kamayadi. Masalan, endokrin regulyator mexanizm. Aytdik, timus yosh o'tgan sari shu kichrayib boradi dedik. Shu timus kichraygandan keyin uni funksiyasi nima edi? Til hujayralarni, ya'ni til limfositlarni to'plash, ularni tarbiyalash, tarbiya berib, shu organizm immun sistemasini ushlab turish edi. Endi yosh o'tgan sari bu endokrin regulyatsiya mexanizmi tushib ketyapti, ya'ni u kichrayib boryapti. Natijada nima bo'ladi? Limfositlar, T hujayralar kam hosil bo'ladi. Qariganimizda shu kasallikka qarshi kurashuvchanligimiz ancha pastlab ketadi. Buni ham shu endokrin atrofiya, patologik atrofiyaga kirgizsak bo'ladi. Masalan, shu qalqonsimon bez, buyrak usti bezi, jinsiy organlar atrofiyasi kuzatiladi o'rtoqlar. Aynan mana shunda misol. Xo'p, bosim atrofiyasi, uzoq muddatli bosim, organ kompressiyasi atrofiyasi kuzatiladi. Bosimni qanday atrofiyaga uchratishini yuqorida aytib o'tdim. Masalan, nerv ildizidagi o'smada ham umurtqa
eroziyasi kuzatiladi. Ya'ni shu o'sma bo'lgandan keyin o'smani bilamiz, yonidagi olgan to'qimalarni shu qisib qo'yadi. Natijada atrofiyaga uchrab ketadi undagi hujayralar ham. Idiopatik atrofiya, noma'lum sababli atrofiya bu o'rtoqlar. Demak, o'rtoqlar, bugun sizlar bilan ko'rib chiqdik hujayra adaptatsiyasini. Hujayra adaptatsiyasini eng muhimlaridan bo'lgan 3tasini ko'rdik. Yana qolgan adaptatsiyalar turibdi o'rtoqlar. Bugungi juda qiziq hamda juda muhim bo'lgan mavzu. Juda ham yaxshi o'rganing, darsni 2-3 marta ko'ring, konspekt qiling. Shu o'zingizga qulay formatda yaxshilab o'rganishga harakat qiling o'rtoqlar. O'qishlariga, ishlariga omad, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ilm olishdan charchamang.